Texnologiya. Bu texnologiya tarixidan haliga chiqib qolyapti Instagramda. Texnologiya deb. Mana shu texnologiyadan mana haqiqiy texnologiya mana shu. O'zlaring ixtiro qilgan ekanlar. O'zimiz ixtiro qilamiz, o'zimiz montaj qilamiz, o'zi bilinib turibdi, o'zimiz montaj qilamiz. Xo'p, Bu suv buloqdan chiqadi mendan. Tekin, aqlli motor emas bu. O'zimizning oddiy buloqdan chiqib kelayotgan suv. mana akalar, novvoslarimizni oldi tarafda. Buni janavarlarni qaranglar lekin. Bo'yni ham salkam 4 qarach kelsa kerak aka buni. Buni qaranglar lekin. Lekin akalar oxir qurmoqchi bo'lganlarga maslahat berib ketaveradi. Mana endi bo'lib oldiga suv idishlarini ham qo'yib qo'ygan ekan. Bunga suvni quyib qo'yasiz, o'zi ichaveradi keragini. Suvni quyib qo'ymaymiz baribir. Bunga paqirni olamiz, paqirni qo'yamiz mana. Bunga paqirni qo'ysak ichadi. Yana paqirni olamiz. Janaqaligi zamonaviy qilib berganimiz yo'q. Oddiy sharoitida. Oddiy. Endi hozir texnologiya bo'lib, bunday haligi narsalar chiqyapti. Buni tegizsa o'zi suv chiqadigan bo'lib, endi vaziyatlarda, imkoniyatlarni yaxshilab boramiz endi. Sharoitlarni yaxshilab, Endi sekin-sekin qo'l mehnatini kamaytiramiz endi. Tobora. Gap yo'q lekin mana akalar. Endi hamma ham bir zinani sirazi endi 30 tala zina bo'lsa, birala o'sha 10-sidan oyoq qo'yilmaydi, birinchi, ikkinchi qilib chiqib ketadi. O'shanda biz ham sekin chiqib ketyapmiz, Xudo xolasa. Sekin-sekin yaxshilaymiz bundan. Mana o'zi mana juda sho'xroq o'zi bilinib turibdi. Odam kelsa ham qovog'ini solib mana xo'mrayib turibdi. Mana duvallarni ham enchaylagan chetiga qo'yib turamiz. devorni ham o'yib tashlab Temirni ham qishitirib tashlagan mana, temirlarni ham. Bu encha sho'xlik uchun chekkiga belaganmiz, keyin zanjirga belaganmiz. O'ta sho'x bu. Zanjirga belamasa 5 o'ladi uzvaraverdi bu. Sho'x chiqib qoldi mana.